o'quvchilar, biz siz bilan Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanidan olingan parcha bilan tanishdik. Mana ko'pchiligimiz asarning to'liq matnini o'qishga ham harakat qildik. Bugun siz bilan yana bir metod asosida darsimizni olib boramiz. Men siz uchun mana kitobxon kundaligi tayyorladim. Bu kitobxon kundaligida siz o'qigan asarlaringiz haqidagi fikrlaringizni yozib borasiz. Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asari asosida kundalikni to'ldiradigan bo'lsak, qarang, tepada avval asarning nomi. Asar nomi nima ekan, Ilhomjon? Yulduzli tunlar. Asar muallifi kim? Pirimqul Qodirov. Mutolaa boshlangan vaqt. Asarni o'qishni boshlagan vaqtimizni bitib qo'yamiz. Asar nima haqida? Asarning asosiy mavzusi nima haqidaligini yozishimiz kerak ekan. Asar kimga bag'ishlangan ekan, Lazizjon? Zahiriddin Muhammad Boburga bag'ishlangan. Barakalloh. Asarning asosiy g'oyasi nima? Sarvinuz? Boburning hayoti, uning olib borgan kurashlari, Boburning shaxsiyatiga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishib oldik. Mana shu narsalar. Bundan keyin asar qahramonlari. Asarda qanday qahramonlar bilan yuzlashdik? Nigora, Umar Shayx Mirzo, Xonzoda begim, Mulla Fazliddin, Bobur, Darvesh kabi bir qator qahramonlar bilan tanishdikki, ular asarda tarixiy davrni voqealarni bilib olishimiz uchun bizga yordam berdi. Kundalikni to'ldirishimizda yana asardan olgan taassurotlaringiz ham yozilishi kerak ekan. Bu kundalikni to'ldirganimizdan keyin ancha vaqt o'tgandan keyin ham biz shu kundalik orqali o'qiganlarimizni xotiramizda tiklashimiz mumkin. Marhamat, endi kundalikni to'ldirishni boshlaymiz.